tekinga. Qorning ochgandir seni ham. Ma, yeb ol. Yemayman. Ro'zaman. Ro'za oyi tugab bo'lgan-ku. Qarzlarim bor edi. Necha kun? 29 kun. Umuman tutmadim deya qol. Yemasang yema. O'zim yeyman. Ye. Non qo'shib ye, to'yasan. Sezim ismingni kim qo'ygan bo'lsa ham ikkita harfga adashgan ekan. Sezimmas, semiz deb almashtirib qo'yish kerak. Oy, sen meni ismimga tilingni tekizma, tushundingmi? Qorning ochgandir seni. Sizda ham shu ahvolmi? Instagramda zo'r video ko'rib qolganingizdan keyin bitta Telegram kanaliga a'zo bo'lishga, ya'ni manzilni beradi. U manzilga kirganingizdan keyin 5-10 ta kanalga a'zo bo'lishni talab qilishadi. Bu haqiqatdan noinsoflik. Bitta kanalga a'zo bo'lishi yetmaganda yana 5-10 ta kanalni ham tiqishadi. Biz albatta bizda yechimi bor. Biz osonroq yo'lni sizga o'rgatib o'taman. Qani ko'ramiz. Uddalasangiz juda ham oson kino nomini topib ko'rsangiz bo'ladi. O'rgatgan narsam bilan. Qani boshladik. Buning uchun kinoning normalniy joyini pauza qilib olamiz. Pauza qilamizda telefonimizdan screenshot qilib olamiz. Ya'ni rasmga olamiz. Telefon ekranidan rasmga olamiz. Mana telefon ekranini rasmga olamiz. Keyin esa Google Chrome ga kirib olamiz. Yandex Image deb yozamiz. Yandex Image deb yozamiz. Xuddi mana shunaqa yozamiz. Qidiruvga bosamiz. Kiramiz Yandex Image ga. Mana bu yerda mana burchakda kameraning belgisi bor, ustiga bitta bosamiz. Rasmga olgan rasmimiz ustiga bosamiz. Vibratga bosamiz qidiruvga. Xo'p, rasmni ozgina kesib olamiz, keraksiz joylarni olib tashlaymiz. Ya'ni yozuvlarni olib tashlaymiz. Rasmni kesdik. Rasmni kesganimizdan so'ng mana kinoning rasmlari chiqib keladi. Vibrat qilamiz, общий. Kinoning nomini osonroq topishimiz uchun hech qanday Telegram kanallariga a'zo bo'lmasdan topishimiz uchun kerak bo'ladi. Qaraymiz, shunga o'xshagan rasmni topamiz. Xo'p, mana shu kinoga o'xshayapti. Ustiga bosamiz. Mana qo'lingdan kelsa olib qoch ekan. Kinoning ismi qozoqchani tushunmasangiz translate orqali